Ha, nima bo'ldi aka? Mana shu sidenani plastmassasi bor, o'sha jonga tegdi. Trekkeri kasallimi deyman deyman. Mana buni qarang. Imkon qadar xalqni qiynayotgan muammolarni ko'tarib chiqarishga harakat qilamiz. Okey, to'g'ri, sizni bu plastmassangiz sinmagan bo'lishi mumkin. Paka mashinangiz yengil, lekin vaqt soat kelib, okey. Siz meni aniq eslaysiz, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun, okey, videoni saqlanib qilib qo'ying, bir kun kelib kerak bo'lib qolishi mumkin. Sideni plastmassalarimiz, okey. Bu nafaqat trekkerda 10x da ham eng katta muammolardan bittasiga aylandi. Nimaga deysizmi? Chunki sotuvimiz juda ham ko'p, talab bo'lsa oshib boryapti. Buni sinishiga asosiy sabablardan bittasi, okey, plastmassani o'ta yupqaligi. Ikkinchi o'rinda siz pastdan tushayotgan paytingizda chap oyog'ingizni yerga qo'yasiz va palla qismingiz bunga nagruzka bo'ladi. Bu dars ketish ehtimoli katta bo'ladi. Buni sinishlariga yana bitta katta sabablardan bittasi bu sovuq. Qish kunlarida plastmassa torayadi, siz bunga bergan nagruzkangiz buni sindirib olish ehtimoli juda ham katta. Eng yomonni aytaymi, okey. Har o'tirib turganingizda, okey, shimingizni iladi, yirtib olish ehtimoli ham juda ham katta, okey. Bir xillarda qimmat shim ham kiyib yurasiz, to'g'rimi? Sideni plastmassalarimiz Premier va LTZ nikiga qarab ajratiladi. Ikkalasi ham bor, okey. Bu narsani sinmasligi uchun zo'r yechim o'rgataymi? Prosta mashinaga tushib chiqmaysiz, eng zo'r yechim. Hazil, okey, videoni maksimalniy trekkeri bor, 10x bor bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'yasiz. Bizga like bosish esdan chiqmasin. Okey, obuna bo'lib qo'ying. Imkon qadar zo'r ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz.